İltimos onam yordam ber bola. Qaysi viloyatligini aytmayman. 25-30 yoshli atrofidagi yigit aloqaga chiqdi. Otam Parkinson kasali bo'lib qoldi. Zudlik bilan chet elga jo'natmasak bo'lmaydi. Nechta aka ukasizlar? 3 ta ukamiz. 40 yoshli akasi bor, 35 yoshli. Hamila to'rtmichaylar sog'mi? Sog'. Nimaga? Shuncha tarbiya bergan otangizga 3 ta o'g'il duosini olib shu kasallikni ko'rsata olmaysizlar. Nimaga? Sizning otangiz men bemor bo'lib qolsam xalqdan pul yig'ib beradi degan maqsadda sizni tarbiya qilib boqqanmidi? Yoki mana bu oilani haqqini sizga olib beraymi? Ojiza bir ayolmi? Azizlar, biz Sirdaryo viloyati Soyxonobod tumani Nurliyo'l mahallasidamiz. Sinimiz 38 yoshda. 4 nafar farzandi bilan yolg'izlikda. Sharoiti og'irligidan sharoiti og'ir insonga erga tekkan Jizzaxga. Lekin hayot o'xshamadi. Yalqov ishsiz odam bo'lsa kerak, bilmayman. U hayot o'zlariniki. Lekin opamiz hozir jigar sirrozining oxiri etapida. 4 bola yetim bo'lib qolib ketmasligi uchun oldini olaylik. Kelinglar, mana shu opamiz yashab qolishida hammamiz birgalikda. Ko'p gapirmayman. Videoni birinchi o'rinda like bosasiz, maksimalni hammaga tarqatasiz, storiyangizga qo'yasiz, kommentariyada saxovat beshalarini chollaysiz va opani haqqiga duo qilishni unutmang. Bolalarim zo'qayib ketay. Yordam bering sizlar. Kartalarimiz hammasiga pul tushira olmayapsizmi? Demak, limit to'lib qolgan. Kechasi 12 dan keyin ochiladi. Mana bugungi chisloni ham tepalarga qo'yib qo'yapmiz, baraka topkurlar. Juda ko'pchilik tushira olmayapti. Demak, limit to'lgan, kechasi 12 dan keyin ochiladi. Kelishdik azizlar. Befarq bo'lmaylik. 4 bolani yetim qolib ketishidan asraylik. Agar bu oilaga Sirdaryodanman, o'zim bor pul berib duosini olmoqchiman degan insonlar admin pastda 66-64 admin nomeriga telefon qilsanglar, opaning telefon nomeri bilan lokatsiyasini beradi. Kelib ehsoningizni qilib ketaverasizlar. Faqat boshqa vajlar bilan bezovta qilmang. Yolg'on gapirib lokatsiyani olib manida turmang. Nurliyo'l mahallasidan ham Alloh rozi bo'lsin. Mahalla oqsoqoli o'zi aloqaga chiqib, aka Toshkentlarga olib borib kelibdi, Alloh rozi bo'lsin. Maktab formalarigacha qilishib, yordam qilib tashlab qo'ya olmayapti shu mahalla oqsoqoli ham, tanijoni sog' bo'lsin. Bugun 18-sentyabr, haftaning payshanba kuni. Ertaga 19-sentyabr, haftaning juma kunida Abidda biz 24 soatda uddaladik deyishlik Alloh bizga nasib qilsin. Qani ketdik.